Endi men sizga 10 qadamli professional sotuv o'zi qanaqa bo'ladi, shu narsani hozir bitta o'zimni kompaniyamda ishlatadigan skript misolida tushuntiraman. Agar siz shu skriptni hozir tushuntirganimdan keyin bu videoni qayta ko'rib o'rganib oladigan bo'lsangiz va suhbatga borganingizda ish beruvchi bilan xuddi shunaqa gaplashib, ertaga mijozlar bilan xuddi shunaqa gaplashadigan bo'lsangiz, aniq o'sha ishxonada eng zo'rlardan bemalol bo'la olasiz. Men bunga sizga kafolat beraman. Hozir men sizga ko'rsatadigan skriptimda Supermiyada 50 ta sotuvchini tayyorlagan paytimda ham xuddi shu bilan biz 350 ming dollarlik zapus bilan qilganmiz. Boyatgan shogirdlarning hammasi 6 millionni 10 milliongacha aynan shu skriptlar orqali gaplashib sotishgan. Hozir shu skriptni men ochib bermoqchiman. O'zi sotuv asosiy 6 ta qismdan iborat. Bu yerda birinchisi aloqa o'rnatish, ehtiyojlarni aniqlash, prezentatsiya, taklif berish, sotuvni yopish. Agar mijozdan keyin e'tirozlar tug'iladigan bo'lsa, qimmat, vaqtim yo'q, shu kabi e'tirozlar tug'iladigan bo'lsa, e'tirozlar bilan ishlash va qayta aloqa va buning ichi hozir bo'linib ketadi. Men shuni hozir bittadan kirib tushuntirib beraman. Demak, bizda birinchi etap bu aloqa o'rnatish. Birinchisi salomlashdan boshlaymiz. Salomlashish bu mijoz bilan boshlab olish uchun kerak. Bizda qanaqa qilingan masalan? Assalomu alaykum Jamshid aka, yaxshimisiz? Ismim Ulug'bek, sizga Alisher Avaz kompaniyasidan bog'lanyapman. Zamonaviy sotuv bo'limi qurishning 7 ta qadami mavzusida bir kunlik treningga qiziqish bildirib, ro'yxatdan o'tgan ekansiz. So'ramoqchi edim, qaysi biznes turi bilan shug'ullanasiz? Ya'ni men bu yerda nima qilyapman? Salom beryapman, u odamni ismi bilan murojaat qilib, yaxshimisiz deyapman va undan tashqari nima maqsadda telefon qilayotganimni va qaysi kompaniyadan qilayotganimni aytib o'tyapman va uchinchisi gapimni savol bilan tugatyapman. Ya'ni bu sotuvdagi eng asosiy qoida doim gapingizni savol bilan tugatishingiz kerak. So'ramoqchi edim, qaysi biznes turi bilan shug'ullanasiz? Bu yerda savolim filtrlash uchun berilyapti. Ya'ni men bu yerda biznesmenni qaysi biznes bilan shug'ullanishini bilib olmoqchiman. U aytishi mumkin, "Yo'q, men biznesmen emasman" deyishi mumkin. Demak, bu menga to'g'ri kelmaydigan mijoz, uni sразу zakrit qilamiz. Ikkinchisi, "Ha, biznes egasiman, lekin hozir bandman, keyinroq gaplashsak bo'ladimi?" deb vaqtiylik haqida aytishi mumkin. Va men unga aytib o'taman. Bo'ldi, sizni tushundim, Jamshid aka. Unda keling, bir ma'lum vaqtni, qulay vaqtni belgilaylik. O'sha vaqtda siz bilan bog'lanamiz. Sizga menga ham qulay bo'ladi. Qaysi vaqtni belgilasak bo'ladi degan holatda yana gapim savol bilan tugataman. U aytsa, "Ha, biznes egasiman, shu biznes bilan shug'ullanaman" deb aytadigan bo'lsa, demak bu bizani mijoz bizga to'g'ri keladi. Men u bilan suhbatni davom ettiraman. Filtrlashni ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Ikkinchi savoliga. Juda yaxshi. Biz bir kunlik yopiq trening networking sifati yaxshi bo'lishi uchun faqatgina biznes egalarini taklif qilyapmiz. Siz ham yopiq treningga qatnashish qiziqmi o'zi Jamshid aka? Ya'ni men uni qiziqishini orttirish uchun savol so'rayapman. U ha degan javobni bersa, uni tasdiqlayman. Zo'r. Programmalashtiraman. Endi 3-etap bizda programmalashtirish. Endi u odamni programmalashtiraman. Zo'r. Hozir unda sizga trening sanasi, qayerda bo'lishi va narxlar haqida barcha ma'lumotlar berib o'taman. Undan oldin treningimiz sizga qanday yordam beradi, shuni bilib olish uchun bir nechta savollarim bor edi deyman. Ya'ni men unga nima dedim programmalashtirishda? Men sizga hamma ma'lumotni beraman. Undan oldin men sizni ma'lumotlaringizni ehtiyoj aniqlash uchun bilib olishim kerak va oxirida hammasi haqida gaplashamiz. Bo'ladimi? degan savolni bersam, u odamni tinchlantiraman va men eshitishga tayyor bo'ladi. Xo'p. Programmalashtirish tugadi, u rozi bo'lgandan keyin biz mijozdan ehtiyojlarni aniqlaymiz. Ya'ni biz o'zi salomlashdik. Ikkinchi etap endi mijozga nima kerak o'zi ehtiyojlarni aniqlaymiz. Ehtiyojlarni aniqlash bu birinchi holat savollaridan boshlanadi. Treningimizga deyarli barcha viloyatdan tadbirkorlar kelishmoqda. Sizning biznes qayerda joylashgan? Men uni birinchi biznes qayerda joylashganligini bilib olish uchun bu savolni beraman. Birinchi qadam barcha muammolarni yig'ish. U masalan, aytdi, deylik Samarqanddanman. Zo'r. Biznesmenlar bu treningga asosan sotuvlarni oshirish, instrumentlar o'rganish va biznesdagi muammolarni hal qilish uchun kelishmoqda. Sizni qiziqish bildirishingizga asosiy sabab nima bo'ldi? Men uni nima maqsadda biznesga qiziqish bildirishni bilib olish uchun bu savolni beryapman. U deylik aytdi, menda ham savdo tushib ketgan, biznesni masshtablashtira olmayapman, masshtablashtirmoqchiman degan muammosini aytdi. Zo'r. Demak, men tushunishim bo'yicha biznesingizda siz masshtablashtira olmayapsiz, shunaqa muammo bo'lyapti. Yana qanday muammolaringiz siz uchun hozir aktual, dolzarb bo'lib turibdi deb so'rayman. Deylik, xodim boshqara olmayapman, yanachi KPI qo'ymoqchiman, yanachi deylik, marketingga ko'p o'rganmoqchiman, tushunmayapman marketingni deyishi mumkin. Jamshid aka, sizni tushundim. Demak, siz uchun hozir biznesingizni masshtablashtirish, xodimlarni to'g'ri boshqarish va undan tashqari marketing o'rganish qiziq ekan va bu muammolaringiz bor ekan. Bu muammolaringiz hozir sizda aktual ekan. Hozircha eng asosiy shularmi yoki yana bormi deyman? Yo'q, hozircha shular asosiy desa, men уже 3-qadamga o'taman. Ya'ni
asosiy muammosini aniqlab olish. Tushunarli Jamshid aka. Bilaman siz uchun bu hamma 1-2-3 muammolaringiz qiziq. Muammolaringizni hammasini yechishingiz kerak. Tasavvur qiling, agar shu muammolaringizni 1-2-3 prioritetga qo'yish kerak bo'lganda va bittasini tanlash kerak bo'lganda edi, eng asosiysi qaysi biri bo'lgan bo'lar edi degan savolni so'rayman. Bundan maqsad nima? Men uni hamma muammolar haqida gaplashib o'tirishim juda ko'p vaqtim ketadi. Eng asosiysi bitta og'riqni bila olishim kerak. O'shani ajratib olishim bu savolni beraman. U masalan aytdi, deylik, masshtablashtirish. 4-etap asosiy muammosini digging qilish. Zo'r. Shu muammongizni hal qilish uchun nimalarni sinab ko'rdingiz? Oldingi harakatlarni tushuntiraman. Men unga demak masshtablash uchun hozir maslahat berishim kerak. Lekin hozir uni nima sinab ko'rganligini bilmasdan turib maslahat bersam, maslahati meni keraksiz bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun men uni bilib olishim kerak. O'zi nimalarni sinab ko'rgan, qaysi maslahatni bersam unga yaxshi bo'ladi bu narsa. O'sha narsani beraman. U aytishi mumkin, masalan, har filial ochib ko'rdim, xodim olib ko'rdim, boshqa qildim, foyda bermadi. Nima natija berdi o'zi desam, men bu natija berdi, doimiy bo'lmadi deyishi mumkin. Nega o'zi shu muammongizni muhim deb o'ylayapsiz deyman. Shunda mijoz chunki deb turib menga nima uchun unga muhimligi haqida og'riqni aytib beradi. Chunki tezroq masshtablashmasam, meni konkurentlarim kattalashib ketyapti, ulardan tezroq o'tib ketishim kerak degan holatda asosiy og'riqni aytadi. Meni o'zi ehtiyojni aniqlashdan asosiy narsam, asosiy og'riqni bilib, shunga mos bo'lgan mahsulotni tavsiya qilishim uchun. Men endi bu narsadan keyin muammosini bilib oldim. Bu muammongiz hal qilmasangiz nima bo'ladi deyman. Yana uni muammosini chuqurlashaman. Bu muammoni hal qilmasam biznesim bankrot bo'lib ketishi mumkin. Bankrot bo'lib ketsa nima bo'ladi? Bankrot bo'lib ketsa oilamni boqolmayman. Oilangizda nechta odam bor? Farzandlarim bor, oilam, ota-onam bor. Demak, ular sizga hammasi bog'liq ekan. Demak, bu muammongizni hal qilish shunchalik muhim ekanda deyman-da, muammoni dolzarbroq, kattaroq qilaman. Ha deydi, u tushunib yetadi oqibatlari haqida. Demak, shuncha narsa yo'qotayotgan ekansizda, Jamshid aka deyman. Unda demak qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv bu sotuvda asosiy narsa. Endi men 5-qadam muammosini bilib oldim. Men endi yechim bermoqchiman. Yechimim qiymatli ekanligini ko'rsatishim uchun yechim rejasini taklif qilaman. Qanaqa taklif qilaman? Diqqat bilan eshiting. Agar shu muammolaringizni hal qilib, siz xohlagan hozirgi natijalarga chiqish imkoni bo'lganda edi, Jamshid aka foydalangan bo'larmidingiz? Desam, tasavvur qiling, uni shuncha og'riqlari bor-da, menda yechim bor. Foydalangan bo'larmisiz deyman. U nima deydi? Ha, foydalangan bo'lardim deydi, конечно. Zo'r. Albatta foydalangan bo'lardim deydi. Zo'r. Unda keling, men sizga ushbu muammolaringizni yechim bo'ladigan Treams haqida ma'lumot bermoqchiman. Men endi unga ma'lumot berishni boshlayman. Endi biz 3-etap prezentatsiyaga o'tamiz. Prezentatsiyada asosiy 2ta savol bor. Shuni bilib olsangiz, o'zi prezentatsiyani любой narsa sotsangiz ham zo'r qilishingiz mumkin. Birinchi savol, mijozga qiziq joydan boshlang. Men mahsulotim bor, bir kunlik trening juda katta. Hamma narsasi haqida gapirishim kerak emas. Mijozga eng qiziq joydan boshlashim kerak. Buning uchun bitta savol beraman. Bu savolni bilib oling. Jamshid aka, kursimizni qaysi joyi haqida birinchi sizga ma'lumot beray. Agar klientga vaqti ichida nimalar borligi, narxi qiziq bo'lishi mumkin yokida yana bilmadim, boshqa narsalar qiziq bo'lishi mumkin, qayerda bo'lishi qiziq bo'lishi mumkin. U o'ziga eng qiziqtirayotgan miyasidagini sizdan so'raydi. Masalan, aytish mumkin, "Xo'p, narxi qancha?" deb qolishi mumkin. Narxi qancha degandan keyin men tariflar haqida aytaman, narx haqida ma'lumot beraman va test yopib ko'raman prezentatsiyada. Ya'ni test yopib ko'rish degani mijoz sotib olishga tayyormi yo'qmi tekshirib ko'raman. Test yopib ko'rish uchun bitta savol bor. Tariflar haqida ma'lumot berdim, mahsulot tushuntirdim va oxirida bitta savol beraman. Jamshid aka, bergan ma'lumotlarni qaror qabul qilishingiz uchun yetarli bo'ldimi yoki qanaqadir savollaringiz bormi? Agar mijozda savoli bo'lsa, yana savol so'raydi, men yana uni so'ragan savoli bo'yicha ma'lumotni beraman va yana xuddi shu savolni qayta beraman. Agar unda boshqa narsa qiziq bo'lmasa, savolim yo'q desa, men uje taklif berib sotuvni yopishga o'taman. Birinchisi, taklif berishda tarif bo'yicha kelishib olaman, chunki menda tarif muhim. Zo'r. Biznesingiz keng darajaga olib chiqish uchun yana bir qadam qo'yganingizdan xursandman. Bu degani savolim yo'q desa, qaror qabul qildingiz degani bu. Tushunasizmi psixologik momentini? Jamshid aka, demak sizga ko'proq qaysi tarif ma'qul bo'lib turibdi? Bizda standart bor, premium bor. Bu o'tiradigan joyga qarab farq qiladi. Men so'rayman, standartmi, premiummi? Ya'ni oldiroqda o'tirmoqchimisiz yo sal orqaroq ham bo'ladimi sizga? O'ziga tanlaydi. Masalan, men oldida o'tirishni yaxshi ko'raman, oldida o'tirmoqchiman. Zo'r.
Demak, man ikkinchi endi to'lov usuli haqida. Demak, premium tanlamoqchisiz. Premium narxi deylik 1,2 million so'm. Zo'r, qaysi usulda, demak 1,2 millionlik tarif tanladik. To'lov usulini kelisha olaman. Zo'r, qaysi usulda to'lovni amalga oshirishni rejalashtiryapsiz? Kartadami yoki naqdami? Ko'rasiz, men ikkita variant beryapman mijozga. Har doim tanlovsiz tanlov degan texnika bor sotuvda. Ikkita variant bersangiz, miya qaysi birini tanlash haqida o'ylaydi. Agar siz faqat bitta variant beradigan bo'lsangiz, mijoz ha yoki yo'q deyish haqida o'ylaydi. Tushunasiz-a? Buni oddiy bitta eksperimenti bor. Pepsi'ni o'zini agar buni eksperiment qilishgan, Pepsi'ni o'zini qo'yishganda savdo ko'p bo'ladimi yoki Pepsi'ni oldida kola bo'lsa savdo ko'p bo'ladimi desa, ikkalasi turganda savdo ko'p bo'lar ekan. Nega desa, Pepsi'ni o'zi turganda odam Pepsi ichsamikan, yo'qmikan shu haqida o'ylar ekan. Pepsi bilan kola tursa, qaysi birini ichsam ekan degan savol miya o'ziga berishni boshlar ekan. Tushunyapsizmi? Xuddi bu yerda ham demak biz kartami naqdmi deganimizda mijoz bittasini tanlash haqida o'ylaydi. Agar biz qaysi usulda to'lov qilamiz desak, to'lov qilsammikan, yo'qmikan haqida o'ylaydi. Bu juda ham muhim, buni eslab qoling. Sotuvda ishlatish kerak. U deylik, o'zi bizdan karta tanladi. Biz o'zi odatda kartami yoki naqd demaymiz, chunki biz onlayn sotamiz, tezroq to'lovni olishimiz kerak. Shuning uchun biz boshqacharoq variant beramiz. Kartami yoki перечисленияmi, ya'ni shot orqali to'laysizmi? Hozir olishimiz uchun ikkalasini berishimiz kerak bo'ladi. U deylik bittasini tanladi, menga karta qulay desa, to'lov miqdori bo'yicha kelishuv. Zo'r. Demak, hozir to'liq to'lovni qilasiz. Shundaymi? To'liq to'lovni qilasiz degani bu karta orqali premium tarifga 1,2 million so'm to'laysizmi degani. U aytishi mumkin, ha, hammasini to'layman desa, zo'r, men sizga karta yubordim, to'lovni olaman. Shu bilan tugadi. Unda agar yetarlicha mablag' bo'lmasa, men bu yerda variantlarni yozib olganman. Yo'q, hozir uncha pulim yo'q desa, bo'ladi, hozir hammasini to'lamasangiz ham, hozir qancha qismini to'lay olasiz? Men shuncha mijoz bilan gaplashib keldim, sotuvni yopishim kerak endi. Men har xil usullar sinab ko'raman. Undan qanchadir miqdorda pul olishim kerak. Odamlar bitta joyga qanchadir miqdorda to'lov qilib qo'ysa, tanlov qilishni to'xtatadi. Shu yerdan men sotib oldim degan qarorga keladi. Shuning uchun men qanchadir qism bo'lsa ham pul olib qolishim kerak undan. Shuning uchun so'rayman, bo'ladi, hozir hammasini to'lamasangiz ham, hozir qancha qismini to'la olasiz degan savolni beraman. Aytishi mumkin 200 ming so'm, 300 ming so'm yoki qanchasini qilish kerak deb qolish mumkin. O'zi odatda 30% ni to'lasangiz men joy baron qilaman, siz qanchasini to'la olasiz? Har doim koptokka mijozga berib qo'yishim kerak. Ya'ni koptok menda qolib ketmasligi kerak. Bu savolni menimcha psixologik tushunasiz degan umiddaman. Xo'p, shunaqa tarzda to'lov miqdorini kelishamiz. Agar mijoz yo'q, hozir kartam umuman yo'q desa, unda bizda bugunoq to'lov qilish uchun qanaqa variantlar bor degan savolni beraman. Men sotuvni yopish, pul olishim kerak. Aytishi mumkin, bankomatga chiqib kelishim mumkin yoki tanishimdan so'rashim mumkin deyishi mumkin. Agar u variantni bilmadim degan menga agar aytib qoladigan bo'lsa, unga aytishim mumkin. Agar hozir pulingiz naqd bo'lsa, sizni tushundim. Unda sizga eng yaqin bank yoki bankomat qayerda joylashgan? Ko'chaning boshida. Zo'r. Unda hozir shu bankomatga yoki bankka chiqib kela olasizmi? Ko'rasiz, men sotuvni yopish uchun har xil savollar beryapman, bosim qilyapman. Chunki unga foydali, sotishim kerak. Va shundan keyin bitta variant tanlaydi, sotadi, juda yaxshi. Jamshid aka, unda siz bilan kelishdik, sizni treningga qatnashishlar ro'yxatiga kiritib qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, kiritib qo'ydim, unga sotdim. Agar aka menga qimmatli qoldi 1,2 million so'm degan narsani aytsa, men e'tirozlarni yechaman. Bunaqa e'tirozlar juda ham ko'p. Agar siz sotuvchi bo'lsangiz yoki sotuvchi bo'lmasangiz ham mijoz etadigan e'tirozlar yoki o'zingiz ham nimadir sotayotgan doim e'tiroz etgansiz. Tanlanib ko'ring, qimmatroq vaqtim bo'larmikan? Maslahatlashib ko'ring, o'ylab ko'ring, juda ko'p e'tirozlar. E'tirozlarni aytishda 4 ta asosiy qadam bor, buni tushuntiraman. Birinchi qadam barcha e'tirozlarni yig'ish kerak. Jamshid, sizni tushundim, muammongizga yechim bo'ladigan kursimizga qatnasha olmasligingizda faqat shu, masalan deylik, qimmat e'tirozini aytdi. Qimmatligiga to'sqinlik qilyaptimi yoki boshqa sabab bormi? Birinchisi, ya'ni barcha e'tirozlarni yig'ib olishim kerak. Bu nima beradi? Ya'ni men ping-pong o'ynamasligim kerak mijoz bilan. Ikkinchi qadam barcha e'tirozlar yig'ilganiga ishonch hosil qilishim kerak. Ya'ni qimmat dedi, undan keyin vaqtim ham bo'larmikan deb o'ylayman. Yanacha so'rayman. Bir necha e'tirozlar aytdi. Bir necha e'tirozlar aytgandan keyin so'raverganimdan keyin yo'q bo'ldi shu deguncha davom etishim kerak. Haqiqiy e'tirozini endi ichidan aniqlab olishim kerak. Sotuvda asosiy narsa bor. E'tirozlar juda ko'p bo'lishi mumkin, lekin haqiqiysi bitta bo'ladi faqat. Men o'sha aniqlab olishim kerak. Jamshid aka, bilaman siz uchun qimmatligi, vaqtingiz yo'qligi yoki o'ylab ko'rishingiz muhim.
lekin shu muammolaringizdan faqat bittasini tanlash kerak bo'lganda edi, eng asosiy prioritetdagi qaysi biri bo'lgan bo'lardi, qaysi biri bo'lmaganda edi siz bizani treningga kela olgan bo'lardingiz desam, masalan aytishi mumkin, vaqtimda muammo deyishi mumkin. Demak, haqiqiy e'tirozi vaqt bilan bog'liq ekan. Men uni vaqt bilan muammosini aytaman, ya'ni muammo mavjud bo'lmagan holatni yaratishga. Tasavvur qiling, sizning vaqtingiz bor. Shu treningga kelsangiz nima foyda olgan bo'lardingiz? Treningga borsam, biznesim o'sgan bo'ladi. Hozir boya gaplashgandek maktablasha olardim, boshqa bo'lardim. Maktablasha olsangiz nima bo'ladi? Mana bunaqa foydali olaman. Hozir demak siz o'zingizning biznesingizga shuncha foyda bor ekan, shuncha foyda olish uchun hozir o'zingizga bir kun vaqt ajratmayapsiz. Bir kun vaqt ajratmasangiz, qanaqa bu natijani olasiz? Desam, mijoz o'sha mantiqiy o'ylashni boshlaydi. Katta ehtimol bilan rozi bo'ladi. Ko'p holatda bizada 70-80% holatda rozi bo'ladi va kursni xarid qiladi. Va undan keyin siz qayta bog'lanib to kursgacha kelishini ta'minlashingiz kerak. Bu sotuvning asosiy etaplari edi. Biz asosiy shularni ko'rib chiqdik. Birinchi marta siz agar sotuvni o'rganayotgan bo'lsangiz, bilaman sizga qiyin bo'lishi mumkin. Aynan shu qismini qayta ko'rishni tavsiya qilaman. Men sizga demak 5-qadam bo'yicha sotuv bo'yicha to'liq hamma joyda ishlaydigan sotuv etapi va to'liq skriptni qanaqa ishlashini tushuntirib berdim. Siz xohlagan joyingizga ishga borganingizda shu skriptni qanaqadir mahsulot sotishga, buni men hozir trening sotgan bo'lsam, prosta savollarini o'zgartirib telefon ham sotishim mumkin yoki deyli kompyuter sotishim mumkin. Xohlagan narsamni sotishim mumkin bo'ladi. Buni eslab qoling. Ish beruvchi bizdan xohlayotgan e'tirozlar bilan yechish, mijozlar bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish, mijozga sotish etapini o'rgandik. Buni o'rganib istalgan joyga borsangiz, men sizga kafolat berishim mumkin. To'g'ri o'rganib borsangiz, bemalol ishga kirasiz, chunki bunaqa sotuvchilar hali O'zbekistonda juda kam. Statistika bo'yicha sotuvni professional biladigan va sotuvni professional o'rganmagan sotuvchini farqi bor. Men sizga hozir uni foizlarini tushuntiraman. Sotuvni professional bilmagan sotuvchi asabiylashishi bor. Ya'ni u har 10 tadan 2 ta mijozda o'zini asabiy his qiladi. Chunki u sotuvni bilmaganligi uchun, qanaqa mijoz bilan gaplash kerak, qanaqa e'tirozlarni aytish, qanaqa bilan prezentatsiya qilish kerak bilmaganligi uchun 83% vaqti asabiylash bilan o'tar ekan. Undan tashqari nima deyishni bilmaydi. Nimadan keyin nima deyishni bilmaydi va buning natijasida u mijozlardan 10 tadan 3 tasini yopa oladi, 7 tasi shunchaki havoga uchib ketadi. Yana keyingisi bitim tuzishga tayyorligi 32% tayyor bo'lar ekan sotuvni bilmagan odam. Bu degani 10 tadan 3 ta odamni yopa oladi degani. Muvaffaqiyatsizlikda mijozni ayblash. O'zi sotuv texnikalarini bilmagandan keyin, e'tirozlar bilan to'g'ri ishlamagandan keyin doim mijozlarni ayblaysiz. Ya'ni mijoz o'zi yaxshi emas, puli yo'q edi, qimmat deb chiqib ketdi, boshqa joyga aylanaman dedi. Buni bilmaganlik hisobiga muvaffaqiyatsizlik ehtimoli 80% ga chiqar ekan. Bu statistika. Va keyingi motivatsiya, ya'ni bitta mijoz bilan to'g'ri gaplasha olmadingiz, shuni hisobiga motivatsiyangiz ham tushib ketar ekan. Ya'ni 34% motivatsiya bilan keyingi mijoz bilan ishlashni boshlar ekansiz. Hozir agar siz sotuv professional bilmasangiz yoki professional bilmasdan ishga kiradigan bo'lsangiz, mana shu narsalar sizni kutib turibdi. Shu narsalar sizga kerakmi? Lekin buni yechimi bor. Aynan sotuvni professional o'rgangan sotuvchida qanaqa bo'ladi? Sotuv skriptlari mavjud va sotuvni professional biladigan odamda asabiylashish foizi 13% ekan. Bu degani 10 ta mijozdan bittasida asabiylashsangiz, 9 tasida asabiylashmaysiz. Ya'ni chunki siz nima qilishni aniq bilasiz degani. Yana undan tashqari nima deyishni aniq bilishingiz 90% bo'lar ekan. Ya'ni har 10 tadan 9 ta odam bilan bemalol gaplasha olasiz degani. Bemalol gaplasha oldingiz degani konversiyangiz kattaroq bo'ladi. Endi 10 tadan 2 taga emas, 10 tadan 7-8 taga sotish ehtimolingiz bor degani. Bitim tuzishga tayyorlik 71% bo'lar ekan. Sotuv texnikalari, hamma narsani to'liq bilganligingiz uchun bitim yopishga 71% tayyor bo'lar ekansiz. Muvaffaqiyatsizlikka mijozni ayblash 20%, 18% ni tashkil qilar ekan. Bu degani har 10 tadan 8 ta odamda mijozni ayblamaysiz, 2 tasini balki ayblashingiz mumkin tushunmaganingiz uchun. Lekin bu degani 18% ayblash, ya'ni 80% bilib turasiz degani. 80% muvaffaqiyatli bo'lasiz degani. Keyingisiga motivatsiya 76% holatda sizda saqlanib qoladi. Bu ham statistika, ya'ni har 10 tadan 8 ta odamdan keyin sizda motivatsiya yana 5 shunday bo'ladi. Ya'ni
to'la bo'ladi, chunki siz nima qilishni bilgansiz, hamma narsani to'g'ri qilyapsiz, yaxshiroq qilasiz. Endi o'ylab ko'ring, solishtiring. Agar deylik 50 ta mijoz bilan gaplashsa, birinchi holatda professional sotuvchilik bilmagan odam foizlarda hisoblasak 13 taga sotishi mumkin ekan. Ikkinchi holatda 3 baravar ko'proq tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni 50 tadan 41 ta odamga sotishi mumkin ekan. Qancha daromad qilasiz, tasavvur qilyapsizmi? 50 ta odam sizga deylik 500 ming so'mdan daromad olib kelsa ham yoki deylik mayli keling $100 daromad olib kelyapti sizga. 50 ta odamdan 13 tasiga sotsangiz siz qancha daromad qilasiz? $1300 daromad qilasiz. 41 tasiga sotsangiz-chi 4100. 3 barobar ko'proq daromad qilishingiz mumkin siz sotuvchi shunchaki professional o'rganganingiz hisobiga. Shuning uchun agar siz sotuvchi bo'lsangiz yoki endi boshlayotgan bo'lsangiz, kirayotganingizda ishga doim professionallikni o'rganib keyin kiring, meni maslahatim. Yoki hozir ishlayotgan bo'lsangiz va hali professional bo'lmasangiz, ya'ni birinchi portretdagi odam bo'lsangiz, professional bo'ling va konversiyangizni 3x ga oshirib, daromadingizni hozir 3x ga oshiring. Hozir 5 million topasizmi? Uni tezroq 15 million qiling yoki 10 million topasizmi? Tezroq 20 million qiling yoki 30 million qiling. Yoki siz biznes egasi bo'lsangiz va sotuvchilaringizni daromadini oshirmoqchi bo'lsangiz, bu degani biznesingizni, o'zingiz daromadingizni 3x ga oshirmoqchi bo'lsangiz, sotuvchilaringizni professional qilib, hoziroq ularni professional qilish uchun shu kursga yozilishingiz kerak. Endi tanlov o'zingizdan. Xohlasangiz noprofessional bo'lib shu holatda qoling, 50 tadan 13 ta mijozga soting yoki professional bo'ling, 50 tadan 41 ta mijozga soting. Buni statistika ko'rsatyapti. Buni men aytmayman, faqat tanlov o'zingizda, o'zingizga qoldiramiz. Nima uchun kursda o'qishingiz kerakligini men shu statistika bilan men sizga ko'rsatib beraman. Biznesda daromad qilishda doim sonlar gapiradi. Xo'p, demak, men sizga bu kursni qanaqa olishingiz mumkinligini ketma-ketligini tushuntiraman. Birinchi qadam shu video tagida link yoki kommentariyada link bo'ladi. O'sha link ustiga bosasiz, sizda sayt ochiladi. Saytda barcha ma'lumotlar bor. Ma'lumotlar bilan tanishib, otsiflar bilan tanishasiz o'tdi va raqamlaringizni, ma'lumotlaringizni qoldirasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sotuvchilar siz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumot berib, sizga o'sha boyagi men bergan Top Sales promo kodi bilan Amoserim dastigini ham modulini sizga qo'shib beradi va bu videoni boshida sizga va'da qilgan 0 dan 20 milliongacha chiqish tayyor shablonini shu videoni oxirida ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin sizda bitta stranitsa ochiladi. U yerda shablonni olish tugmasi turibdi. Shuni ustiga bossangiz, sizni biza Telegram kanaliga yo'naltiramiz va Telegram kanalda bu tayyor yuklangan holatda bor. Sizga va'da qilgan bonusni o'sha yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, menimcha qadamlarni, hamma narsani barchasini tushuntirdim. Bu yog'i harakat qilish, qaror qabul qilish va o'zingizni hayotingizni yaxshilash bu sizning qo'lingizda. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Menga obuna bo'ling. Darslarda siz bilan ko'rishguncha, undan tashqari men o'zimni ijtimoiy tarmoqlarimda sizga juda ham ko'p foydali ma'lumotlar berib boraman. Instagram, YouTube va Telegramga qo'shilib oling. U yerda yana bepul shunaqa foydali narsalarni ko'rishingiz mumkin. Siz bilan Ulug'bek Mirzaqobilov bo'ldi. Rahmat.